Assalomu alaykum do'stlar. Kun kartasi. Bugun nimalar qilsa bo'ladi, nimalar qilsa bo'lmaydi. Kunning energiyasi. Bugungi kunning energiyasi bir do'stlar, bu yangi boshlanish, ochilish, maqsadlar qo'yish. Bugungi kunda juda ham zo'r bo'ladi agar siz ko'proq maqsad qo'ysangiz. Lekin maqsadlarni yozayotganimizda hozirgi paytda qilib yozishimiz kerakda. Agar ishlasin desangizda. Kun kartasi. Так. Гармония. Машаллах. Qanaqa zo'r-a? Bugungi kun juda ham to'g'ri keladi insonga o'zini hayotini garmoniyaga olib kelishga, uyg'unlikka olib kelishga, hayotini hamma sohalarini ustida o'ylashga. Agar bugungi kunda shu ishni qilsangiz, bugun boshlasangiz shuni, to siz juda ham zo'r rezultatlarga erishasiz. Nima bo'ladi bugun siz kutilmagan? Juda ham baxtli hodisa bo'ladi. Orzuyingiz amalga oshadi. Bugun siz o'zingizdan qanchalik boshqalarga nur taratayotganini his qilasiz, qanchalik siz boshqalarga quyosh bo'lib yo'l ko'rsatayotganingizni ko'rasiz. Sizni energiyangiz boshqalarga qanchalik yaxshilik olib kelayotganini his qilasiz va o'zingiz ichingizdan to'lib, o'zingizni ichingizdagi baxt bilan boshqalar bilan bo'lishasiz. Rosa zo'r kun, chunki siz ichingizda uyg'unlik topasiz, ichingizda. O'zingizni juda ham hissiyotlarga boy ayol deb bugun bilasiz. Hissiyotlaringizni qabul qiling, hammasi to'g'ri bo'ladi, chunki siz juda ham emotsionalniy ayolsiz. Может быть, burchingiz suv bilan bog'liqdir-da, lekin siz hamma narsani sezadigan, o'zingizni intuitsiyangizga ishoning, hamma narsani oldindan sezadigan ayolsiz. Kulgingiz kelsa kulasiz, yig'lagingiz kelsa yig'laysiz. Hech qachon siz o'zingizni hissiyotlaringizni yashirmasdan to'g'ri chiqarasiz. Bu shunchalik to'g'riki, insonlar sizga qanaqa munosabat qilishini keyin biladi. Agar siz ko'rsata bilsangizda, lekin men ko'rib turibman siz shunaqa ayolsiz. Bugun o'zingizga hech qachonda ishonmaganda ishonishingiz kerak. Bugungi hissiyotlaringiz sizni aldamaydi ozgina ham. Pul tomonlama siz o'zingizni ham juda zo'r baxtli his qilasiz. Pullaringiz bugun keladi pul. Pullarga ochilasiz. Pullarga ochilasiz. Tak. Qo'lingizdan hamma narsa kelishini his qilasiz. Tushunib yetasiz, что hamma hayotdagi unsurlar siz boshqara olasiz. Chunki havo, yer, suv, мысли, fikrlar hammasi sizni qo'lingizda ekanini. Короче, pullaringizni hammasini o'zingiz boshqara olasiz. Sizga qancha kerak bo'lsa, pul shuncha ishlab ola olasiz. Ishda bugun hamma aytganingiz bo'ladi. Boshqara bilasiz ishxonada, boshqalarga. Bugun ko'proq siz o'zingiz ishlamang, boshqalarga ishlaringizni taqsimlab bering. Bugungi kunning energiyasi ham birda. Bu liderlik. Hamma liderskiy kачествоңizni, liderskiy sifatlaringizni bugun ishxonada ko'rsating. Yashirmang. Qo'lingizdan keladi. Shunaqa ham bugungi to'g'ri kun bo'lyapti, mana birga bog'liqda. Ishda ko'proq plan qo'ying, rejalar tuzing bugun. Juda sizga to'g'ri keladi. Lekin eng asosiy hodisalardan bugun biri o'tmishga qaytasiz. O'tmishda yoshligingizdagi birga o'sgan insoningizni, dugonangizni ko'rishingiz mumkin. Yoki
yaqin insoningizni ko'rishingiz mumkin. U inson sizga kuch beradi, u inson sizga energiya beradi. Munosabatlaringiz juda to'g'ri. Zo'r do'stingiz bilan ko'rishasiz bugun. Juda ham chiroyli bugungi kun inshaalloh bo'ladi. Harakat qiling. Ishxonada hamma bor kuchingizni ko'rsatishga, ishlashga emas, boshqarishga, taqsimlashga harakat qiling. Zo'r ketadi ishlaringiz. Bugungi kunning energiyasi juda go'zal. Shunaqa ham zo'r o'tsin kuningiz. Men sizga shuni tilayman. Va davaychi sizlar uchun so'raylik. Tagida imperator. Nima deb so'raymiz? Maslahat? Yaxshi ko'rgan insoningizdan hissiyotlaringizni yashirmang. U juda ham qiynalyapti, gapira olmasdan sizga sevishini. Anchadan beri rol o'ynayapti. Rol o'ynayapti deganda bor hissiyotlarni ko'rsata olmayapti sizga. Sevishini ayta olmayapti. Nima qilish kerak? Agar siz uchburchak, sevgi uchburchagidan chiqib ketsangiz, kuchli transformatsiya bo'lasiz. Hamma sohalaringizda zo'r rezultatlarga erishasiz va hayotingizga juda ham katta pul keladi. O'zingizni hamma sohalaringizda uyg'unlik his qilasiz, garmoniya his qilasiz. Agar siz uchburchak munosabatlarga kirmasangiz, ijod qiling. Undan ko'ra ijod qiling. Rahmat.